Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi darsimizda umumiy psixologiya fanida semestr davomida o'zlashtirib kelayotgan navbatdagi mavzuyimiz sotsiogenezda shaxs muammosi. Demak, psixologiya fanining markaziy muammosida hamma vaqt shaxs turadi. Psixologiya fanini o'rganish obyekti shaxs hisoblanadi. Shaxs shakllanishi va rivojlanishi psixologiya fanida doimo markaziy dolzarb muammo sifatida o'rganib kelinmoqda. Deylik, shaxsni tug'ilganidan boshlab to vafot etgungacha bo'lgan davrda unda kechadigan turli psixologik o'zgarishlar, shaxsning ijtimoiy muhit ta'sirlariga moslashishi, shaxsning turli kichik guruhlar va katta guruhlarda o'z o'rniga, statusiga ega bo'lishi muammosi psixologiya fani bilan qiziquvchilarga doimo dolzarb muammo sifatida o'rganib kelingan. Demak, psixologiya fanida shaxsga ta'rif berishda unga shunday eng to'g'ri ta'riflardan birini ishlatishimiz mumkin. Shaxs biosotsial mavjudot degan ta'rifni ishlatishimiz hamma vaqt to'g'ri hisoblanadi. Chunki shaxsga birinchi navbatda ota-onadan o'tgan irsiy belgilar asosidagi biologik omillar uni shaxs sifatida shakllanishiga ta'sir ko'rsatsa, ikkinchi navbatda uni o'rab turgan oila, ijtimoiy muhit, mahalla, turli xil ijtimoiy institutlar ta'sir ko'rsatishini hisobga olgan holda uni sotsial mavjudot deb atashimiz ham mumkin. Demak, ilgargi mavzularimizda siz bilan birgalikda shaxsning biologik rivojlanish omillarini ko'rib chiqqan bo'lsak, bugungi darsimizda aynan ijtimoiy muhit ta'siri natijasida shaxsning shakllanishi va rivojlanishini birgalikda ko'rib o'tamiz. Demak, e'tibor beramiz. Shaxs avvalo ta'rif ishlatganimizda shaxs so'ziga psixologiyada murakkab, tizimli, ko'p bosqichli iyerarxik tuzilma, keng ma'noli hayot davomida shakllangan insoniy psixik tuzilma bo'lib, qaysinda u nafaqat pedagogik va boshqa ta'sirlarning obyekti va mahsuloti, balki haqiqatni faol o'rganuvchi va o'zgartiruvchi subyekt hisoblanadi. Demak, bu ta'rifdan e'tibor berishimiz mumkin. Shaxs ko'p bosqichli, murakkab, iyerarxik tuzilma deyilishiga sabab shaxs turli rivojlanish bosqichlarida, aytaylik, go'daklik, ilk bolalik, maktabgacha tarbiya yoshi davri, kichik maktab yoshi davri, o'smirlik davri, o'spirinlik davri, yetuklik, katta yetuklik, keksalik davrlarida turli xil unga kelyapti turgan psixologik ta'sirlarni qabul qilib, turli vaqtlarda o'zida turli xislatlarni, xulq-atvor ko'rinishlarni namoyon qiladi. Demak, shaxs mavzusi darsimiz boshida aytib o'tganimizdek, hamma vaqt dolzarb muammo sifatida o'z yechimini topishga intiladi. Demak, bu yerda ko'rib o'tamiz shaxs shakllanishi va rivojlanish omillari. Bu yerda birinchi navbatda shaxs sifatida insonning, individning shakllanishiga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy jihat insonning individual psixologik xususiyatlari, ya'ni uning temperamenti, xarakteri, qobiliyati va yo'nalganligi birinchi navbatda insonning qay darajada shaxs bo'lib shakllanishiga ta'sir ko'rsatuvchi eng asosiy omil hisoblanadi. Chunki shaxs har qanday ijtimoiy voqelikni yoki ijtimoiy voqelikda kechayotgan narsa, hodisa va jarayonlarni qabul qilishida birinchi navbatda o'zini individual xususiyatlaridan kelib chiqqan holda ushbu voqelikni idrok qilishga, uni tushunishga harakat qiladi. Ikkinchi navbatda shaxsga ta'sir ko'rsatuvchi jihat biologik omillar, ya'ni irsiyat, ota-onadan unga genlar orqali o'tgan turli xil ko'rinishdagi ta'sirlar hisoblanadi. Uchinchi navbatda unga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omil u yashab turgan tabiiy muhit. Ya'ni qaysi tabiiy muhitda individ faoliyat olib boradi, aynan shu ta'sirlar unga ko'proq ijtimoiylashishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin hisoblanadi. Demak, shaxsga keyingi navbatda ta'sir ko'rsatuvchi omil ijtimoiy muhit hisoblanadi. Ijtimoiy muhit o'z navbatida quyidagilardan iborat hisoblanadi. Muloqot, ya'ni uni kishilar, atrofini o'rab turgan kishilar bilan, yaqinlari, do'stlari, o'rtoqlari bilan qilyapti turgan har qanday muloqot ko'rinishlari hisoblansa, ikkinchi navbatda unga ota-ona yoki yaqinlari tomonidan berilayotgan ta'lim, tarbiya va u shug'ullanyapti turgan yetakchi faoliyat turi. Bizga ma'lumki, psixologiya fanida 3 ta faoliyat turi mavjud bo'lib, o'yin,
o'quv hamda mehnat faoliyati mavjud bo'lsa, inson birgalikda to umrini oxirigacha aynan shu 3 faoliyat negizida faoliyat ko'rsatib boradi. Undan keyin uni o'rab turgan mikro muhit, ya'ni uni yaqinlari, do'stlari, o'rtoqlari, unga tanish bo'lgan yoru birodarlari hisoblanadi. Keyingisi makro muhit, ya'ni hozirgi globallashuv sharoitida insonga shaxs sifatida shakllanishiga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omillardan biri hozirgi kunda makro muhitni ham kiritishimiz mumkin. Mana falsafa fanida, psixologiya fanida o'rganiladigan kosmopolitizm tushunchasi mavjud bo'lib, butun yer sharini o'zini mamlakati, o'zini uyi, o'zini joyi deb bilish tushunchasi aynan shu makro muhit atamasiga mos tushadi. Demak, shaxs shakllanishi va rivojlanishiga keyingi navbatda ta'sir ko'rsatuvchi hozirgi kundagi globallashuv sharoitidagi omil axborot texnik muhit. Demak, axborot texnik muhit 21-asr axborot asri deb bejiz ta'rif berilmagan. Hozir har bir jarayonlarda shaxs faoliyati kechuvchi, u ish joyida bo'ladimi, o'qish joyida bo'ladimi yoki xohlagan faoliyat turida ma'lum bir axborot texnologiyalari bilan to'qnash kelyapti va shu axborot texnologiyalarini o'zlashtirish jarayonida shaxs asta-sekin shaxs sifatida shakllanib boryapti. Hozirgi kunda zamon talabi ham xuddi shundayki, qanchalik ko'p axborot texnologiyalaridan foydalanishni, oqilona foydalanishni bilsak, demak, samarali kadr hisoblanmoqda. Demak, shaxsning sotsializatsiyasi, ya'ni ijtimoiylashuv shaxs sifatida unda jamiyatda shakllanishiga ta'sir ko'rsatishda birinchi navbatda ijtimoiy muhit hamda shaxsning ijtimoiylashuvini ko'rib o'tishimiz kerak. Bu yerda slaydga e'tibor bersanglar, ijtimoiylashuvni hosil bo'lish darajalari ko'rsatilyapti. Demak, bu yerda birinchi navbatda ijtimoiylashuvga ham o'z navbatida ta'sir ko'rsatadi insonni o'ziga xos individualligi, ya'ni yakka o'ziga xos betakror jihatlarini olishimiz mumkin. Demak, inson individualligi natijasida hosil bo'ladi. Uni birinchi navbatda boshqalardan farqli xulqiy avtonomiyasi, faqatgina o'ziga xos bo'lgan xulq-atvor, ko'nikma, malakalari. Ikkinchi navbatda inson individualligi natijasida hosil bo'ladi emotsional avtonomiya, ya'ni uni emotsiya, hissiyotlarini ifodalashi, hissiyotlarni boshqarishi, turli vaziyatlarda shaxslar aro muloqotda emotsiyalarini namoyon qilishi aynan emotsional avtonomiya natijasida hosil bo'lib keladi. Va insonni idrok qilgan narsasi yoki tafakkur qilgan narsasi natijasida unda tushuncha, hukm, xulosalar hosil bo'lib, o'ziga yarasha dunyoqarashi natijasida unda o'z qarashlari har bir voqea, hodisaga yoki jismga, shaxsga nisbatan o'z qarashlari hosil bo'lib, shaxsni boshqalardan farqli o'ziga xosligi shakllanadi. Demak, o'ziga xoslik birinchi omil sifatida ijtimoiylashuvga ta'sir ko'rsatsa, ikkinchi navbatda oiladagi ijtimoiy individligi. Demak, har qanday psixologiya fanida inson tushunchasini o'rganishda 3 kategoriyaga ajratib olamiz. Bu hech kimga sir emas. Demak, uni individligi, uni shaxsliligi va individualligini hisobga oladigan bo'lsak, ijtimoiy individ tushunchasi, demak, individ sifatida biz ijtimoiy ko'nikmalarni o'zlashtirishimiz ijtimoiy individ tushunchasi bilan ifodalanadi. Demak, ijtimoiy individ natijasida ijtimoiy individ xususiyatlarini o'zlashtirish natijasida ijtimoiy xulq va ma'lum bir jarayonlarga nisbatan oldindan ko'radigan tayyorgarlik, ijtimoiy ustanovkalar hosil bo'ladi. Va ijtimoiy ustanovka, ijtimoiy xulq birgalashib har qanday vaziyat yoki holatga nisbatan shaxsda moslashuv, adaptatsiya va dezadaptatsiya, moslasha olmaslik xususiyatini keltirib chiqarishi mumkin. Demak, moslashuv, ijtimoiy adaptatsiya natijasida, ya'ni adaptatsiya shundayki, shaxs o'ziga noma'lum, notanish bo'lgan qandaydir holat, hodisa, vaziyatga nisbatan boshidan bir marotaba o'tkazgandan keyin aynan shu vaziyat, voqelikka nisbatan moslashuvchanlik shakllanadi va shu moslashuvchanlik, demak, ijtimoiylashuv holatini hosil qiladi. Demak, shaxsni ijtimoiylashuv nimalardan iborat deganda aytishimiz mumkin ekan. Inson individualligi, uni xulqiy
avtonomiyasi hosil bo'lishi, emotsional avtonomiyasi hosil bo'lishi, o'z qarashlari, o'ziga xosligi, uni ijtimoiy individ ekanligi, ijtimoiy xulq atvor ko'nikmalarini o'zlashtirganligi, ijtimoiy ustanovkalar va ijtimoiy adaptatsiyani olishimiz mumkin. Ijtimoiylashuv so'ziga psixologiyada bir qancha olimlar tomonidan turlicha qarashlar, ta'riflar ishlatib o'tilgan. Bizning fikrimizcha eng to'g'risi ijtimoiylashuv inson tomonidan ijtimoiy tajribani egallash va hayot faoliyat jarayonida uni faol tarzda o'zlashtirish jarayonidir deb aytib o'tishimiz to'g'riroq bo'ladi. Bu Turg'unovning psixologiyadan atamalar kitobidan olingan ta'rif hisoblanadi. Yana ham tushunarli qilib aytsak, yoki har bir shaxsning jamiyat faoliyatiga, hayotiga qo'shilishi. Demak, 3 yoshli bola dastlabki aylanilmagan men shakllanish natijasida shaxs oilada yoki o'zi borayotgan bog'cha yoki yaslilarga nisbatan moslashuvchanlik, jamiyat hayotiga qo'shilish paydo bo'ladi. Uning me'yorlari, demak, har qanday jamiyatda shaxslarga belgilab qo'ygan me'yorlari mavjud hisoblanadi. Demak, bola asta-sekin ulg'ayib kelayotgan bola me'yorlarni o'zlashtirish jarayonida sekin asta ijtimoiy muhitga qo'shilishi shakllanib boradi. Talablariga bo'ysunadi. Ya'ni jamiyatni har qanday undan kutayotgan talablariga xohlaydimi, yo'qmi, jamiyat faoliyatiga qo'shilish uchun talablariga bo'ysunadi. Uni kutishlari va ta'sirini qabul qilgan holda har bir harakat va muomalasida uni namoyon etish. Ya'ni ijtimoiylashuv ko'nikmalarini o'zlashtirgandan keyin endi boshqa bir ijtimoiy muhitda aynan shu ijtimoiylashuv ko'nikmalarini namoyon qilishi kutiladi. Demak, namoyon etish orqali ijtimoiy tajribasi ortib boradi va o'z navbatida bu orttirilgan tajriba natijasida boshqa insonlarga ham o'zini ta'sirini ko'rsata oladi. Ijtimoiylashuv mutaxassis va shaxsning kamoli va rivojlanishi nuqtai nazaridan o'z ichiga bir-biri bilan uzviy bog'langan 3 darajani oladi. Demak, bularni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda shaxsda ijtimoiylashgan deymiz, umumiy ijtimoiylashuv ko'nikmalari unda mavjud bo'lsa. Ikkinchi navbatda kasbiy, ya'ni har bir shaxs moddiy ne'matlarni yaratish asosiy maqsadi hisoblanadi. Demak, har bir voyaga yetgan inson o'zini iqtisodiy, moddiy jihatdan o'zi ta'minlay olishi kerak. Demak, shu nuqtai nazardan hozirgi raqobatbardosh zamonda malakali kadr bo'lish uchun kasbiy ijtimoiylashuv ko'nikmalarini egallagan bo'lishi kerak. Bunda deylik, pedagog uchun birinchi navbatda kerakli bo'lgan kasbiy ijtimoiylashuv ko'nikmalarini o'rganish kerak. Nima degan savolga javob berishimiz mumkin? Demak, birinchi navbatda bolalar bilan muloqotni to'g'ri o'rnata olish, o'quvchilar bilan birinchi navbatda muloqotni to'g'ri tashkil eta olish, demak, kasbiy ijtimoiylashuvning bir ko'rinishlaridan biri hisoblanadi. Va yillar mobaynida ma'lum bir kasb sohasida ishlash natijasida shaxsda kasbiy mahorat shakllanib boradi. Ya'ni faqat o'zining individualligi hamda ijtimoiy ko'nikmalarni o'zlashtirishi natijasida unda o'ziga xos kasbiy mahorat ko'rinishlari shakllanadi. Demak, ijtimoiylashuv 3 bosqichi: umumiy ijtimoiylashuv, kasbiy ijtimoiylashuv va kasbiy mahoratni o'z ichiga oladi. Demak, ijtimoiylashuv to'g'risida turli xil psixologiyada keng tarqalgan nazariyalar mavjud bo'lib, siz bilan birgalikda hozirgi endigi slaydimizda ijtimoiylashuv nazariyalarini eng ko'p o'rganilgan va haqiqatga yaqin va hozirgi kunda ham ahamiyatini yo'qotmagan nazariyalarni ko'rib o'tishga harakat qilamiz. Ijtimoiylashuv nazariyasiga ko'ra inson biologik tur sifatida tug'ilib, hayotining ijtimoiy shart-sharoitlari bevosita ta'sir ostida shaxsga aylanadi. Juda ham to'g'ri ta'rif berilgan ijtimoiylashuv nazariyasiga. Bu yerda demak, har birimiz biologik mavjudot sifatida tug'ilib, eng kichik guruh bo'lgan oilada, jamiyatning eng kichik bir bo'lagi bo'lgan oilada asta-sekin ijtimoiylashuv ko'nikmalarini o'zlashtirib boramiz va sekin asta o'yin faoliyati asosida yangi ko'nikma malakalarni o'zlashtirib, tengdoshlarimiz yoki yaqinlarimizdan olgan ko'nikmalar natijasida yangi bir institutlar, deylik, maktabgacha ta'lim muassasalari,
umumta'lim maktablari, akademik litsey, kasb-hunar kollejlari yoki oliy ta'limda o'qish jarayonida ijtimoiylashuv ko'nikmalarini asta-sekin ijtimoiy muhitda faol ishtirok etib o'zlashtirib boramiz. Demak, bundan tashqari Amerikada eng keng tarqalgan nazariyalardan, rivojlangan mamlakatlarda keng tarqalgan, Yevropa mamlakatlarida keng tarqalgan nazariyalardan biri rollar nazariyasi hisoblanadi. Rollar nazariyasiga ko'ra, jamiyatning har bir a'zosi status, haq-huquq deb nomlangan xatti-harakat xulqining barqaror usullari majmuasini taklif qiladi. Ya'ni biz ongli mavjudot sifatida jamiyat hayotida faol faoliyat yuritish natijasida turli xil kishilar bilan muloqotga kirishamiz va turli xil kishilar o'ziga xos turlicha rollarni bajaradilar. Mana deylik, har birimiz o'ziga yarasha jamiyatda statusimizdan kelib chiqqan holda rollarimiz bor deylik. Misol keltirsak, mana kimdir pedagog sifatida ishlaydi. Pedagog sifatida ishlaganda kafedra yoki ish joyida u boshqalar uchun, talabalar uchun ustoz, kasbdoshlari uchun demak hamkasb, yoshi katta hamkasblari uchun shogird yoki kafedra miqyosidan chiqib oila davrasiga borganda kim uchundir o'g'il, kim uchundir farzand, kim uchundir ota, kim uchundir dada va shu kabi rollarni bajarishni boshlaymiz. Demak, ijtimoiylashuvning eng asosiy nazariyalardan birini asosiy g'oyasi ham shundan iboratki, inson xuddi Shekspir aytgandek, hayot teatr sahnasidir. Har birimiz unda qo'limizdan kelgancha rollarni ijro etamiz degan ta'rifga aynan mos tushadi. Demak, biz o'zimizning qobiliyatimiz, individualligimizdan kelib chiqqan holda hayotda o'zimizga yuklatilgan vazifalarni turlicha ko'rinishlarda ijro etamiz. Bu bizni qay darajada mahoratli aktyor ekanligimizga bog'liq deb ta'kidlaydigan rollar nazariyasini ko'rishimiz mumkin. Yana bir AQShda keng tarqalgan nazariyalardan biri individual tajriba va bilimlarni egallash, mustaqil o'zlashtirish nazariyasi. Bu nazariyaga ko'ra inson shaxsi qanchalik ko'p munosabatlar jarayoniga kirishsa, shunchalik ko'p mustaqil o'z boshidan o'zini psixologiyasidan shunchalik ko'p muammoli vaziyatlarga duch keladi va bu muammoli vaziyatlarni bartaraf etish chog'ida individual mahorati va tajribasi ortib boradi va individual mahorat, tajriba natijasida ijtimoiylashuv ko'nikmalari unda shunchalik ko'p yaqqol ifodalanadi deb aytib o'tgan qarash. Bu nazariyaning tarafdorlari Thorndike va Skinnerlar hisoblanadi. Yana bir keng tarqalgan nazariyalardan biri Kurt Levinning fazoviy zarurat maydoni nazariyasi psixologiya fani uchun o'z davrida muhim ahamiyat kasb etgan nazariyalardan biri. Kurt Levinning nazariyasiga ko'ra individning xulqi, xatti-harakati, psixologik kuch vazifasini o'tovchi ishtiyoq, shu yerda e'tibor beringlar, intilish maqsadlar bilan boshqarilib turadi. Ya'ni har qanday biz o'zimiz xohlaydigan, istaydigan narsaga nisbatan bizda ishtiyoq, intilish mavjud bo'lsa, demak, aynan shu faoliyat turi negizida, atrofida shuni nima deydi, markazga qo'ygan holda atrofida intilishimiz, harakatimiz faol, samarali tarzda kechadi deb aytib o'tgan qarash. Ijtimoiylashuv jarayonida o'z navbatida psixologiya fanida keng tarqalgan yana bir nazariyalardan biri men konsepsiyasi nazariyasi hisoblanadi. Bu William James tomonidan ilgari surilgan konsepsiyaga ko'ra, men konsepsiyasi shaxsning o'zi haqida umumlashgan tasavvur, o'z shaxsiga tegishli ko'rsatmalar tizimi yoki boshqacha qilib aytganda, o'zi haqidagi o'zi yaratgan nazariyadir. Demak, men konsepsiyasi ko'rinishiga ko'ra har qanday shaxsda ikki xil usulda, ikki xil toifada kechadi. Demak, real men shaxsning o'zi haqida tasavvuri, ya'ni men qandayman savolga javob istashi, ya'ni ayni vaziyatdagi real voqelikda shaxsning shu o'zi to'g'risidagi tasavvurlarini shakllanganligi. Ikkinchi navbatda ideal men shaxsning o'z istaklariga mos holda tasavvuri, men qanday bo'lishni xohlar edim savoliga javob topishi.
Demak, sharq psixologiyasi, sharq falsafasida komil inson tushunchasi shakllanib kelgan. Aynan komil inson tushunchasi shaxsning faoliyatiga undaydigan, ya'ni James ta'biri bilan aytib o'tganimizda, o'zi haqidagi ideallarini to'plami va tasavvurlari yig'indisi hisoblanadi. Shaxs faolligining ijtimoiylashuv jarayonidagi asosiy manbai bu o'z navbatida ehtiyojlar hisoblanadi. Demak, ehtiyojlar shaxsning faoliyatga undovchi asosiy yoqilg'i, energiya manbai hisoblanadi. Shaxsdagi mavjud ehtiyojlarni biz ikki guruhga bo'lishimiz mumkin. Dastlabkisi biologik ehtiyojlar, ya'ni birlamchi fiziologik ehtiyojlar. Tashnalik, ochlik, uyqu, jinsiy moslashuv ehtiyojlarini aynan shu birlamchi biologik ehtiyojlarga kiritishimiz mumkin. Ijtimoiy ehtiyojlar, ya'ni ikkilamchi ehtiyojlar shaxsning jamiyat hayotida ijtimoiylashuviga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy ehtiyojlar bo'lib, mehnat qilish, bilish, estetik va axloqiy, ma'naviy ehtiyojlarni bunga misol tariqasida keltirib o'tishimiz mumkin. Demak, ijtimoiy jamiyat faoliyatiga faol qo'shilish uchun Abraham Maslow tomonidan ishlab chiqilgan shaxs ehtiyojlari iyerarxiyasi piramidasini ko'rib o'tishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, har qanday insonni, individni birinchi navbatda faoliyatga undovchi ehtiyojlari fiziologik ehtiyojlar hisoblanadi. Bu fiziologik ehtiyojlarga ovqatga nisbatan, tashnalik, suvga nisbatan, uyqu va tushga nisbatan ehtiyojlarni keltirib o'tishimiz mumkin. Ikkinchi navbatda xavfsizlikka nisbatan ehtiyojlar. Xavfsizlikka nisbatan ehtiyojlarga uni salomatligi, demak, shaxsni turli xil vaziyatlarda o'zini xavfsiz sezishiga nisbatan ehtiyojlar qondirilishi, demak, shaxsni faoliyatga undovchi keyingi ehtiyoj turi hisoblanadi. Uchinchi navbatda hosil bo'ladigan ehtiyojlar yaqinlik tuyg'usiga nisbatan ehtiyojlarni keltirib o'tishimiz mumkin. Va keyingi navbatda paydo bo'luvchi ehtiyoj insonni o'z shaxsiga nisbatan hurmat ehtiyojini keltirib o'tishimiz mumkin. Demak, shu yergacha keltirilgan ehtiyojlar birlamchi fiziologik ehtiyojlar hisoblanadi. Endi ikkilamchi ijtimoiy ehtiyojlarga birinchi navbatda kognitiv, ya'ni bilishga oid bo'lgan ehtiyojlar bilan estetik, ma'naviy ehtiyojlarni qondirilishini keltirib o'tishimiz mumkin. Va eng cho'qqisida, piramidamizda eng cho'qqisida shaxsning o'z-o'zini qaror toptirish va o'zligini anglash va o'zini namoyon qilish ehtiyojlari turadi. Har qanday shaxs voyaga yetgan individ sifatida jamiyat hayotida ijtimoiy statuslarga, obro'larga ega bo'lishga intiladi. Demak, aynan ijtimoiylashuv jarayonining oxirgi bosqichida o'z-o'zini qaror toptirish va o'zligini anglash ehtiyojlari mavjud hisoblanadi. Demak, bugungi sizlar bilan birgalikda o'rganishimiz kerak bo'lgan sotsiogenezda shaxs shakllanishi, uning ijtimoiylashuv masalalari psixologik nuqtai nazardan aynan shu jihatlarga to'xtalib o'tishimiz kerak. Mustaqil ravishda o'rganish uchun adabiyotlarni tavsiya etaman. Umumiy psixologiya Haydarov va Halilova nashri ostidagi umumiy psixologiya darsligi, professor Ergash G'oziyevning umumiy psixologiya darsligi hamda Vasila Karimova psixologiya adabiyotlarini shaxs mavzusini to'ldirish uchun o'rganishingiz mumkin. Bundan tashqari Akramova va Vasila Karimova hammualliflikda nashr etilgan ijtimoiy psixologiya darsligi sizni bilimlaringizni to'ldirishga yordam beradi degan umiddamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha.